Kanadaliklar yaxshi ko'radigan meksikanskiy nachos pishiramiz bugun. Birinchi olivkovoy maslani birorta skоворodkaga ozgina quyamiz. Keyin ustiga farshni solamiz. Keyin ustiga xohlagan priprava so'zingiz bo'ladi. Men o'zi spetsialniy priprava olganman, nachoni pripravasini. Yaxshilab aralashtirib, yaxshilab qovurishingiz kerak. Olivkovoy olasiz. Bu olivkovoyning ichida kichkina sabzichalari bor, lekin birga qo'shsangiz ham bo'ladi. Duxovkani qizdirib qo'yasiz-da, go'shtni yaxshilab qovurib olasiz. Quruq bo'lishi kerak, ho'l, moy, suvli bo'lmasi kerak. Keyin tushirish esimdan chiqib qolibdi. Bu sir. Shunaqa chipsni ustiga, xohlagan chipsingizni ustiga go'sht, olivkovoy solasiz, ustiga mana shunaqa sir solasiz. Ko'rib turganingizdek boshqa hech narsa yo'q. Faqat shu produktlar bor. Chipsi, go'sht, sir, olivkovoy. Keyin qizdirilgan duxovkaga solamiz. 10 minutda ichiga mana shunaqa chiroyli bo'lib, sir erigandan уже tayyor degani. Sir eridimi, srazu olib tarelkaga qo'yib, xohlasangiz pomidor bodring salatni yonida qo'yib, maza qilib yesangiz bo'ladi. Juda ham oson qilinadigan ovqat. Hamma stolga o'tirib tayyor ovqatlanishga tayyor bo'lgan vaqt shunaqa duxovkaga solib olishingiz kerak. Bo'lmasam chipslar yumshoq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham srazu duxovkaga solganingizdan pishadi-da, srazu yeyishga o'tirishingiz kerak. Ertasi kun lekin yana duxovkaga solib, qizdirib yesangiz ham bo'ladi, lekin srazu o'tirib yegan yaxshiroq. Menga ham rosa yoqadi. Mana shu oilada har doim qilishadi. Yangi yil, tug'ilgan kun, xohlagan vaqt